Barchaga assalomu alaykum, hurmatli Global Mail obunachilari va bizni kuzatib borgan do'stlarimiz. Bugun bizlarga xudo xolasa qo'limizdagi S modellar hamda trading asosida sotib olingan iPhone'lar hamda O'zbekistonda hali ishlamagan SIM Plus E SIMlargacha o'tgan S modellar hamda iPhone modellamizni inshaalloh orzu qilamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Narxlar sizlarga ma'qul kelsa, albatta kommentariyada omad so'zini qoldirib qo'yasizlar. Birinchi bo'laman sizlarga hatto to'ralar tomonidan salafanlar olinmagan ideal statsionarda Snapdragon 8 Gen 2 protsessordan jihozlangan S23 bej smartfonimizni pink ranglarni eng tiniqlarini men sizlarga super arzon narxda foydalanib qo'yinglar. Endi 320 dan emas, 295 dollardan faqat pink ideal smartfonlarni men sizlarga taklif qilaman. Smartfonlar O'zbekistonda ishlamagan, batareyalar 3900 amper, xotiralari esa 8 ga 256 talik. Endi S23 batareyasi menga yetmayapti deganlar uchun S23 Plus'ni pink rangda ideal statsionarni men sizlarga 4700 amper batareya, 8256 SIM eSIMlargacha o'tgan bu smartfonimiz narxi super arzon narxda foydalanib qo'yinglar. Shunaqangi zo'r holatdagini arzonlashtirilgan narxlarda 310 dollardan taklif qilamiz. Qaranglar hurmatli onachilar, xudo xolasa bomba chegirmalar. Endi o'zi rangi oq emas, bu jemshug bo'lgan. Xuddi shunaqangi protsessor Snapdragon 8 Gen 2 protsessor, salafan holatdagi S23 Plus bej, S25 3 ta bejisini sizga aynan qanaqasidan necha kerak bo'lsa zakaz qilaverasiz. Bu suratlarni men sizlarga faqat bugun pinki bilan bronzoviy rangini, oq rangini taklif qildim, jemshug rangligini. Holatlari juda ham tiniq holatda. Hatto to'ralar tomonidan salafanlari olinmagan idealni yangi statsionardagi S23 bej smartfonlarimizni pink ranglari 295 dollar bo'lsa, xo'p, jemshug ranglarni arzonlashtirgan narxda 305 dollardan foydalanib qo'yinglar. Sizlar uchun shunaqangi ideal. Ichida salafanli yo'qlari ham bor, lekin holati juda ham tiniq holatda. Tevadagi nomerlarimizga Telegramdan yozsalaring, video qilib tashlab beramiz. Narxlar ma'qul kelsa, tezkor bitta pochta orqali O'zbekiston bo'ylab mutlaqo to'lovlar oldindan 200 ming, qolgani qo'llayinga borgandan keyin to'lov qilinadi. Eng hadavoy bo'lgan green rangdagi S22 Plus bej Snapdragon 8 Gen 1 protsessor, 8256, 4500 amper batareya, narxi 270 dollardan arzonlashtirilgan super narxlarda xudo xolasa. Endi S23 F7 SIM Plus eSIMnigacha o'tganlardan bor. Ideal statsionarda. Qarang, smartfon shunaqangi zo'r holatda. A56, A55 olishga shoshilmayman sizga chegirmada. 265 dollarga shunaqangi ideal statsionarda 8256, 4500 amper bilan jihozlangan S23 F7 smartfonni taklif qilaman. iPhone 11 Pro 90 yomkis ideal zo'r statsionarda 255 dollarga. iPhone 12 Pro 128 80 batareyali oz-moz ko'rishlarda ishlangan joyi bor. Lekin holati zo'r, narxi esa hurmatli onachilar 11 Pro 250 bo'lsa, bunisi 255 dollarga. Ketidan sizlarga 12 Pro da 178 256 Gold hech qanday almashmagan ideal statsionarni 280 dollarga qilib beramiz. iPhone 14 256 89 ideal statsionarda SIM eSIMlargacha o'tgan 390 385 dollarga. 82 yomkis 14 256 talik ideal statsionarda xudo xolasa 380 dollarga. iPhone 6 Pro Max 91 batareyali seriozniy qora ranglisi ideal statsionarda 895 dollarga hurmatli onachilar, narxlar xudo xolasa sizlar kutgandan ham arzon narxlarda 85 hech qanday almashmagan 14 Pro 128 ideal o'zimga yoqqan oq ranglisi 520 dollarga. SIM eSIMlargacha o'tgan 92 batareya violet purpur rangdagi iPhone 14 Pro ideal zo'r statsionarda 128 92 batareya 535 dollarga. iPhone 11 64 98 SIM eSIM ideal zo'r statsionarda smartfon narxi esa hurmatli onachilar 185 dollarga. iPhone 15 Pro bu ham Koreyadan kelgan, O'zbekistonda ishlamagan 128 85 batareya. Qarang, mana shu yerda sal g'ilof tizimi chiqib qolgan, lekin smartfonda kaltagan joyi yo'q. Narxi arzonlashtirilgan narxda 620 dollarga. 675 dollarga o'zimga yoqqan 256 talik 15 Pro. Juda ham tiniq holatda smartfonni bir donaki nuqtasi yo'q. Samsung S25 kontaktli smartfon so'raganlar uchun 512 hamda 256 4000 amper batareya, SIM eSIMlargacha o'tgan yangi smartfonni korobkadan qanosiz shunaqangi ideal holatda turibdi. Narxi 540 ga 560 dollar. Sabab bu 256, bunisi esa 512 talik. S25 Ultra'ni eng hadavoy bo'lgan silver ranglisidan 2 dona korobkadan qanosiz shunaqangi holatda kelgan. Qarang, smartfonning holati o'ta ham a'lo darajada hurmatli onachilar. SIM eSIMlargacha o'tgan 5000 amper batareya
Batareyada hech qanaqangi muammo bo'lmaydi. Kameralar 200 megapiksel. Narxi arzonlashtirilgan narxda $790 dan. Xo'p, ketidan maslak. iPhone 13 Pro 256 87 yomkasi $465 ga. iPhone 13 Pro 90 batareyga, hatto simlar ishlamagan, ideal zo'r sostenada, sim eSIMgacha o'tgan bu smartfonda $435 dan bir emas ikkita, 89 hamda 91 korobka simlarigacha. Regionlari Amerika region, O'zbekistonda hali hech kim ishlatmagan. Xudo xolasa maza qilib ishlatasiz. 87 128 ideal zo'r sostenada, serozli gri ranglisi. $430 qilib beramiz bularni. Hammasini holati ideal turibdi. Telegramdan yozinglar. Har bittasini erinmasdan qirvoqlarigacha video qilib beramiz. Yoqsiz zakaz berasizlar. Simlari, korobka hujjatlari bilan $435 dan 86 yomkisli smartfonimiz ham juda ham a'lo darajada holat. Xo'p, iPhone 15 Pro natural rangda 97 servisni o'zida almashgan, biz almashmaganmiz. Simlarigacha turibdi. Sim kartalari sim eSIM o'tgan, hatto sim ishlamagan $615 ga. iPhone 15 Pro Blue ranglisi ideal zo'r sostenada 93 batareyga $660 ga. 86 yomkisidan ham shunaqangi ideali bor, xudo xolasa. Bu smartfonning ham narxini sizlarga hurmatli onalar $650 ga qilib beramiz. Xo'p, batareyasi radno bo'lsin, hech qanday almashmasin, puli arzon bo'lsin deganlar uchun korobka hujjat simlari bilan super arzon narxda 128 75 batareyga $565 ga. Hatto iPhone 14 Pro narxidan da arzon narxga. iPhone 14 korobkali xohlaganlar uchun korobka hujjatlari bilan 9256 $400 ga. Xo'p, videoda oxirida men sizlarga super chegirmada Samsung S21 da endi olmanglar, men sizlarga super arzon narxda S22 bejida $215 dan taklif qilaman. O'zingizga qaysi yoqsa zakaz bering. Smartfonlar tiniq, ekranda hech qanaqangi muammosi yo'q, faqat korslarda oz-moz qirilgan joylar bor. Shuni hisobiga narxini tushirib qo'yganmiz. 5-10 minut ketgan vaqtlarga achimaysan deb umidamiz. Qanaqa murojaat, qanaqa savollaring bo'lsa, pastdagi yoki tevardagi nomerga murojaat qilinglar. Har bitta zakaz bergan smartfonlar tezkor bir test pochta orqali bonuslari bilan yetkazib beriladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.